Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Termiz davlat pedagogika institutida boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili kafedrasi o'qituvchisi O'roqova Sharofatxon Saidqul qizi sizlarga matematika o'qitish metodikasi fanidan bir o'zgaruvchi tenglamalar bilan yechiladigan murakkab masalalarni yechishga o'rgatish metodikasi mavzusini yoritib berishga harakat qilaman. Demak, rejalarimiz bir o'zgaruvchi tenglamalar bilan yechiladigan murakkab masalalarni yechishga o'rgatish. Ikkinchi rejamiz daromad va buromatga doir iqtisodiy sodda masalalar. Uchinchi rejamiz masalalarni tenglama va jadval tuzib yechish. Demak, bir o'zgaruvchi tenglamalar bilan yechiladigan murakkab masalalarni yechishga o'rgatishda matematika dasturida bolalarni ba'zi xil masalalarni tenglamalar tuzish bilan yechishga o'rgatishni nazarda tutadi. Bolalar masalalarni algebraik yo'l bilan yechishni o'rganib olishlari uchun ular masaladagi berilgan va izlanayotgan miqdorlarni ajratib olishi, undan o'zaro teng bo'lgan ikkita asosiy miqdorni ajrata olishi yoki undan bitta miqdorning o'zaro teng ikkita qiymatini ajrata olish va bu qiymatlarni har xil ifodalar bilan yoza olish malakalariga ega bo'lishlari kerak. Masalan, bunday masala taklif qilinadi. Vazada 11 ta olma bor edi. Tushlikda bir nechta olma yeyildi. Shundan keyin 7 ta olma qoldi. Nechta olma yeyilgan? Bolalar mulohaza qilib o'ylab olishadi. Demak, masalani qisqacha shartini tuzamiz. Bor edi 11 ta olma, yeyildi so'roq, ya'ni nechtadir? Qoldi 7 ta olma. Masalani algebraik usul bilan yechishda o'quvchining taxminiy mulohazalari quyidagicha bo'lishi kerak. Tushlikda yeyilgan olmalar sonini x harfi bilan belgilayman. 12 ta olma bor edi. X ta olma yeyildi, 7 ta olma qoldi. Tenglamani yozaman. Demak, 11 ayrilgan x teng 7 ga. Murakkab masalalarni algebraik usul bilan yechish asosan 3-sinfdan boshlab kiritiladi. 3-sinfda tenglamalar tuzish yo'li bilan masalalarning bir necha xili yechiladi. O'quvchilar quyidagi masalalarni tenglamalar tuzib yechishni o'rganadilar. Agar o'ylangan sonni 3 marta va 15 marta orttirilsa, 75 hosil bo'ladi. Qanday son o'ylangan? Bola 3 ta qalam va 28 so'm turadigan kitobga 40 so'm to'ladi. Bitta qalam necha so'm turadi? Va hokazo. Masalalarni tenglama tuzib yeching. Karim o'zida quyonlarning 25 tasini sotgandan keyin o'zida 40 ta quyon qoldi. Karimning quyonlari nechta bo'lgan? Sobirjonda 43 ta kanareyka bor edi. U bir nechta kanareykani sotgandan keyin o'zida 20 ta kanareyka qoldi. Nechta kanareyka sotilgan? Va hokazo tarzdagi masalalarni berib, ularni ishlash usullarini ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni murakkab masalalarni algebraik usul bilan yechish asosan yuqorida aytib o'tganimizdek 3-sinfdan boshlanar ekan. Demak, daromad va buromatga doir iqtisodiy masalalar yechishga o'rgatishda turmushda sonlar bilan bog'liq bo'lgan turli xil hayotiy hisoblashlar vujudga keladi. Uni hal qilish uchun arifmetik amallar bajarishga to'g'ri keladi. Bunday hisoblash ishini talab qiladigan masalalar iqtisodiy mazmundagi masala deyiladi. Iqtisodiy mazmundagi masalalar bilimlarning shakllanishida nazariyani amaliyot bilan o'qitishni turmush bilan bog'liq olib borish imkonini beradi. Iqtisodiy mazmundagi masala yechish orqali xarid qilingan narsaning narxini, uylarni ta'minlashning bahosi, poyezdga kechikmaslik uchun uydan qachon chiqish kerak degan turli xildagi amaliy hisoblashlarni hal qilib beradi. Masalan, fermer xo'jaligining 3 ta omborida 3564 sentner g'alla bor. Birinchi omborda 3-chi ombordagi g'allaning ulushicha, ikkinchi omborda esa 3-chi ombordagi g'allaning ulushicha g'alla bor. Har qaysi omborda qancha g'alla bor? Masalaning qisqacha sharti tuziladi. Demak, birinchi omborda 3-chi omborning ulushi, ikkinchi omborda ham 3-chi omborning ulushicha. 3-chi omborning o'zida qancha ekan? 3-chi ombordagi g'allani birlik kesma yoki bir qism desak, unda yechim quyidagicha bo'ladi. Uchala omborda necha qism g'alla borligini bo'lgan. Demak, 3-chi omborda g'alla qancha bo'lganligini hisoblab olinadi. Nostandart masalalar, ularning turlari va yechish usullari. Bolalarda asosan yechim algoritmi noaniq bo'lgan nostandart masalalar bir muncha qiyinchilik tug'diradi. Aynan bir xil masala o'qituvchi shunday masalalarni yechishga o'rgatganmi yoki yo'qligiga qarab standart yoki nostandart bo'lishi mumkin.
Umuman, alohida olingan har qanday masala nostandart bo'lishi mumkin. Uning yoniga shunga o'xshash bir necha masalalarni keltirilsa, u standart bo'lib qoladi. Nostandart masalalarning xususiyati ularning yechimini topish har doimgidek ma'lum algoritmdan iborat bo'lmasligida. Nostandart yechim yo'liga ega bo'lgan masala topshiriqlarda esa biror aniq yo'l-yo'riq asosida yechim izlanmaydi, balki masala mazmunidan kelib chiqib, masalaning yangi, original yechim yo'li izlanadi. Uning nostandartligi ham aynan shunda. Shu bilan birgalikda u o'quvchining mantiqiy tafakkurini o'stiradi, mustaqil fikr yuritish ko'nikmasini tarkib toptiradi, matematik masalalarga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Masalani yechishga bo'lgan xohish, masalaning yechimini topishga ishonch, masala yechimini izlash jarayonidagi qiyinchilik, mashaqqatlarga bardosh bilan qarash kabi zaruriy shart-sharoitlarni yaratadi. Maqsadga intilishlik, sabr-matonatlilik, topqirlik kabi hislatlarni tarbiyalash vazifasini bajaradi. Boshlang'ich sinflarda nostandart masalalarni ko'rinishi jihatdan bir necha turlarga ajratish mumkin. Mantiqiy masalalar, qiziqarli masalalar, rivojlantiruvchi masalalar, ertak masalalar, bosh qotirmali masalalar, sonli reburslar, raqamvorlar va boshqalar. Nostandart masalalarni yechish uchun o'quvchilarda masalalarni yechishning umumiy malakalarini shakllantirish, boshqa tomondan esa ularni maxsus usullar bilan tanishtirish zarur. Yuqoridagi turkum masalalarni yechish usullarining ayrimlari bilan tanishtiramiz. Demak, nostandart masalalarni modellashtirish usuli bilan yechish. Demak, birinchi masalamiz. Nok olmadan 2 barobar qimmat. Nima qimmatroq? 4 ta olmami yoki 2 ta nok? Masalaning modelini, ya'ni chizmasini tuzamiz. Olma narxi, nok narxi. 4 ta olma narxi, demak, 2 ta nok narxiga teng ekan. Hurmatli tinglovchilar, bu mavzuni keyingi darslarimda sizlarga kengroq yoritib berishga harakat qilaman. Biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonlarda